Biz sizlarga Coral Club marketing rejasi haqida aytib beramiz. Bilasizlarki, har qanday biznesda marketing juda muhim. Chunki marketing degani pul degani. Agar siz ishlab turib, pul qayerdan kelishini bilmasangiz, bu maqsadga yetishingiz uchun juda ham qiyin bo'ladi degani. Demak, Coral Club da pul olish bizda asosan direktordan boshlanadi. Direktor, siz Coral Clubga keldingiz, bu yerda ballar bilan hisoblanadi. Ball, bonusli ball deydi buni. Har bir olgan mahsulotingizda ball bo'ladi. Masalan, Coral Mine 14 ball, Biliron 135 ball, Kalavada 50 ball. Har bir olgan mahsulotingiz, odamlaringizning olgan mahsulotlari ballarda yozilib boradi. Qachonki siz bir oyning ichida 500 ball yig'sangiz, direktor darajasiga ko'tarilasiz. Direktor unvonini olasiz. Oddiy direktor 500 ball. Buni siz bir kunda qilishingiz mumkin, bir soatda qilishingiz mumkin, bir oyda qilishingiz ham mumkin. Mana shunda siz srazu 25% daromad olasiz. Ya'ni o'zingizda direktorlikda o'zingizda 50 ball bo'lish kerak, shaxsiy obyemingiz 50 ball. Qolgan 450 ballni siz gruppangiz bilan qilsangiz bo'ladi. 500 ballga 25%, ya'ni 125 dollar daromad olasiz. Buni biz so'mda hisoblaydigan bo'lsak, 1,5 million so'm daromad olasiz. 1,5 million so'm. Bu juda yaxshi imkoniyat. Chunki siz keldingiz, o'zingiz uchun mahsulot sotib oldingiz birinchi marta va odamlaringiz ham sizning taklifingiz orqali mahsulot olishdida, qarang, bir o'zingiz emas, gruppangiz bilan birga 500 ball qildingiz va siz direktorsiz. Endi yana bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Har bir biznesda har qanday odam foydali tomonlarini ko'proq ko'rish kerak. Bu juda muhim. Bu yerda ham yana foydaliroq tomonlari bor. Bu nima? Premium direktor. Oddiy direktor bor, demak, bu oddiy direktor, bu premium direktor. Nima degani u? Siz 500 emas, siz yaxshi ishlayapsiz, aktivniy odamsiz. Juda biroz 5 ta 10 ta odamga emas, ko'proq 15 ta, 20 ta odamga ma'lumot berdingiz, ular kelib tovar оборот qilishdi, ya'ni mahsulot sotib olishdi. Bunda siz 500 emas, endi 1000 ball yig'ildi. 1000 ball tovar оборотga ham siz xuddi shunday 25% daromad olasiz. Bu bo'ladi 250 dollar. No, bu yerda endi siz premiumsiz. Nima degani u? Sizga kompaniyadan podarka keladi, ya'ni 50 dollar sizga kompaniya qo'shib beradi. Podarka. Shunda sizning daromadingiz endi 300 dollar bo'ladi. Ya'ni siz endi 4 million so'm daromad olasiz. Qarang. Farqini qarang. 1,5 million so'm, 4 million so'm. Sal kam 3 barobar ko'proq daromad olasiz. Ozgina ko'proq ishladingiz va 3 barobargacha ko'proq daromad oldingiz. Premium direktor. Direktor degani kim bu? Siz birinchidan yaxshi mahsulot ichuvchi odam, yaxshi potrебительsiz, yaxshi rezultat oldingiz va shu rezultatingizni do'stlaringiz bilan bo'lishdingiz. Shuning natijasida tovar оборотdan siz endi direktor darajasida daromad olyapsiz. Keyingi kvalifikatsiya, siz direktor bo'lib turib odamlar bilan yaxshi ishlayapsiz, shularning ichidan yana bitta odam sizga o'xshab daromadga chiqmoqchi. Uni siz yordam berdingizda direktorga chiqardingiz. Endi siz serebranniy, kumush direktorsiz. Sizda bir direktoringiz bor. Masalan, sizda 1000 ball yaratdingiz, bu odamingiz 1000 ball yaratdi. Tovar оборот, ya'ni buni siz 1000 ballni mana bu потребительlar bilan qildingiz. Bu odamingizga ham xuddi shu ishingizni o'rgatdingiz. Qarang, bir odamga qilayotgan ishingizni o'rgatdingiz, u ham direktor bo'ldi, darajangiz bittaga ko'tarildi, serebranniy direktor bo'ldingiz. Endi bu yerda sizning daromadingiz, bu odamingiz ham уже 4 million so'm daromad oladi. Endi sizniki 4 million bilan birga yana sizga 1,5 million qo'shiladi. 5 million 500 ming so'm daromad olasiz. Mana, daromadingiz endi ko'paydi. Endi siz ustoz, nastavniksiz. Bir odamni ishga o'rgatdingiz. Mana bu serebranniy direktor. Keyingisi zolotoy direktor. Siz endi bitta emas, 2 ta odamni biznesga o'rgatdingiz. 2 ta odamingiz premium direktor bo'ldi. 1000 ballik tovar оборотni yaratdi sizning yordamingiz bilan. Ulardan xuddi shunday sizga o'xshab potrебительlar bor, sizda ham potrебительlaringiz bor. Bu Coral Clubning juda yaxshi tomoni nimada? Bu yerda potrебительlar bilan ishlash juda ham oson. Yana eng yaxshi tomoni, Coral Clubda siz har doim potrебитель qidirib yurmaysiz. Iste'molchi qidirib vaqtingizni sarflab yurmaysiz. Agar siz bir iste'molchiga yaxshi xizmat ko'rsatsangiz, agar iste'molchingiz yaxshi rezultat olsa, u birinchidan har doim mahsulotdan olib iste'mol qilib yuradi. Ikkinchidan, u o'zining tanishlari bilan informatsiyani bo'lishadi. Ya'ni bir potrебителingizni o'zi yuzlab sizga yana potrебитель olib kelishi mumkin. Bu yerda xarid bir martalik bo'lmaydi. Xarid bu yerda ko'p martalik, doimiy bo'ladi. Shunisi bilan Coral Club boshqa kompaniyalardan keskin ajralib turadi.
Demak, zolotoy direktor bo'ldingiz. Endi sizda daromad boya aytganimizdek 5,5 million so'm bo'ldi. Keyingi kvalifikatsiya izumrud direktor. Zumrad direktor deymiz o'zbekchada. Izumrud direktor endi bu yana bir pog'ona yuqori. Zolotoy direktorda demak bizda ikkita direktor chiqardik, zolota bo'ldik. Endi bu yerda yana ikkita direktor qo'shdik. Ya'ni yanada professionalroq ishladik, yanada yaxshiroq ishladikda 4 ta odamni biz o'zimizdan shaxsiy chiziq, birinchi chiziqda 3 ta direktor chiqardik. Shulardan biri yana bitta o'zi bilan direktor chiqarib serebrenniy bo'ldi. Endi bu yerda обороtingiz 3500 ball bo'lishi kerak. 3500 ball. Butun direktorlaringiz bilan birga 3500 ball. Kimda 500 ball, kimda 1000 ball, kimda 750 ball, har xil. Itob 3500 ball qildingiz. Izumrud darajada siz endi $700 daromad olasiz. Direktorlaringiz ham kimdir 4 million, kimdir 5 million, kimdir 4,5 million qilgan tovar oborotiga qarab daromadni olaveradi. Izumrudniy direktor. Demak, shaxsiy obyemingiz 70 ball bo'lishi kerak. Kamida 70 balldan kam bo'lmasligi kerak. Gruppovoy obyemingiz kamida 500 ball bo'lishi kerak. Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Direktorlaringizda ham xuddi shunday. Kamida 500 balllik gruppovoy obyem bo'lishi kerak. Shaxsiy obyem endi direktorlarda 50 ball. Zolotoy direktorgacha. Keyingi qadam brilliant direktor. Endi bu brilliant bizda Coral Clubimizda brilliantlar haqiqiy железобетоннийлар deyiladi bular. Brilliant endi buni katta organizatsiyasi bor. Brilliant endi mana Izumrudda 4 ta direktor bor edi. Endi bu yerda 8 direktoringiz bor. 8 direktor. Bu ham 3 ta qanotingizda. Birinchi chiziqda 3 ta direktor, demak, ikkinchida kimdir zolotoy, kimdir serebrenniy, itob hammasi bo'lib eng kamida 8 ta direktor bo'lish kerak sizda. Va direktorlar oldin aytganimizdek kamida 500 ball gruppovoy obyem har bitta odamda bo'lish kerak. Sizda shaxsiy obyemingiz 70 ball. Zolotoylaringizda ham shaxsiy obyemi 70 ball. Serebrennilarda, direktorlarda 50 ball shaxsiy obyem yetadi. Mana shunda siz brilliantsiz. Endi boya aytganimizdek brilliant biznesda barqaror biznes hamkor deb hisoblanadi. Chunki brilliant direktorlar kamida $1000 daromad oladi oyiga. Normalniy ishlab turgan paytida. Keyingi bosqich kvalifikatsiya. Har bir distributorning orzusi. General bo'lishni orzu qilmagan soldat emas deganday, Coral Clubda ham master bo'lishni orzu qilmagan distributor u biznes hamkor hisoblanmaydi. Eng sevimli, eng yaxshi kvalifikatsiya bizda masterdan boshlanadi. Master. Bu nima degani? Master bilasizlar, o'z ishining ustasi. O'qituvchi bo'lsa ham, quruvchi bo'lsa ham, doktor bo'lsa ham, u master, u o'z ishining ustasi. Bizda ham xuddi shunday. Master daraja o'z ishining ustasi. Endi bunda 4 ta qanot bor. 4 qanotida 4 ta direktorskiy vetkalar. Shu bilan birga umumiy 16 ta direktor bo'lishi kerak masterda. Demak, Izumrudda 4 ta, Brilliantda 8 ta. Endi bu yerda o'sha 8 ta odam bittadan odam chiqardi. 16 ta direktor bilan siz master darajasiga yetasiz. Bu master 12 ta direktor bilan 16 ta direktor bilan 12500 ballik tovar оборотni yaratdingiz. Endi siz mastersiz. Masterda daromadingiz o'rtacha $1,500 bo'ladi. Har qanday direktorda ham, brilliantda ham premiya bo'lganiday, masterda ham bor. Endi bu yerda ikki xil premiya bor. Bu yerda siz mana izumrudlarda, brilliantlarda siz birinchi liniyalardan 10% daromad olasiz. Ikkinchi liniyalardan 8%, 3, 4, 5, 6-chi liniyagacha siz 5% daromad olasiz. Qarang, buni o'zi ham juda katta narsa. 6-chi urovingacha siz 5% daromad olasiz. Endi masterda 1% qo'shiladi sizga. 1%. Demak, birinchi liniyadan 11%, ikkinchi liniyadan 9%, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi liniyalardan 6% daromad olasiz. Keyingi pastdagilardan 10-chi liniyalar, 15-chi liniyalardan 1% daromad olasiz. Bu demak xuddi bir pensiya oladigan odam bo'ldingiz. Endi sizning haqiqiy, doimiy daromadingiz bor. Mastersiz. Bu oddiy master. Bu yerda ham premium masterlar bor. Bular bizda M20 deb ataladi. Premium master. Bu nima degani? Siz 12,000 emas, endi bu yerda 20,000 ball yaratasiz. Yo direktorlar sonini ko'paytirasiz, yo tovar oborotni ko'paytirasizda, umumiy komandangiz bilan birga
20 ming ballik tovar оборотini yaratdingiz. Endi siz bu yerda premium direktorsiz, premium mastersiz. Bu yerda albatta 1% qo'shiladi sizga daromadingizga. Xuddi shunday, umuman farqi yo'q. Bu yerda premiya nima? Birinchi oladigan premiyangiz bu yerda siz Mercedes avto bonusni podarkaga olasiz. 400 million so'm turadigan avtomobil sizga sovg'aga keladi. Bir tiyin to'lamaysiz, sizga sovg'aga keladi. Yoki o'sha summaga siz o'zingiz xohlagan shahardan, o'zingiz xohlagan regiondan kvartira olishingiz mumkin. Bu ham sovg'aga. Chunki siz endi premium mastersiz, yaxshi ishladingiz, odamlar bilan to'g'ri ishladingizda, odamlarni daromadga chiqardingiz, odamlarni rezultatga chiqardingiz. Shunda siz investor bo'ldingiz. Endi mana bu sovg'angiz, mana birinchi sovg'angiz bu. Demak, Mercedes podarkaga oldingiz, ili kvartirani podarkaga oldingiz. Shu bilan birga sizga bir yilda bir marta sayohat sovg'a qilinadi. Sayohat $6000 turadi, lekin sotilmaydi, sotib olib bo'lmaydi. Faqatgina premium master bo'lib avtomobil ili kvartirani sovg'aga olgan masterlarga mana bu sayohat sovg'a qilinadi. Sizga kompaniya dunyoning eng elitni, eng yuqori darajadagi otellardan sayohatlarni sizga sovg'a qiladi. Va albatta oddiy masterda daromadingiz $1,500 atrofida, M20 da $2,500 daromad olasiz oyiga. Qarang, birinchidan daromadda juda katta farq, ikkinchidan mana bu katta farq bo'lyapti. Avtomobil, kvartira, sayohatlar sizga sovg'a sifatida keladi. Demak, Coral Clubda ishlagan odam boy bo'ladi, sog'lom bo'ladi, mazza qilib yashaydi.